Bugun yana bitta lifehack bilan sizlarga murojaat qilaman. Bizga kerakli bo'ladi oddiy uyimizda, hammaning uyida bor bo'lgan chayni soda, kir yuvadigan soda va gel qo'shib olamiz. Oldingi videoda gelni ko'paytirish haqida video olgandim. O'sha geldan foydalanyapman. Bizga kerak bo'ladi qaynab turgan suv. Hozirgina qaynab chiqdi menda. Yaxshilab aralashtiramiz. Suvni botirib solamiz. O'zimizni o'zini tozalashimiz uchun ham qaynab turgan suv qo'yamiz. Geldan solamiz. Chayni soda. Yaxshilab ishqalaymiz. Ko'rsam oppoqqina bo'lib qoldi. Oralarini tozalash imkoni bo'lmasa, mana shunaqa salfetka solib qo'ysanglar o'zi mana sap-sariq bo'lib ichidan chiqadi. Yoqaymiz olgan kirlarini olib chiqadi. Endi oppoqqina bo'lib qoladi. Suvimiz hali ancha issiq ekan. Yaltirabgina qoladi. Ishqalab bitta chay yorsangiz oppoqqina bo'lib chiqadi yaltirab. Lifehack foydali bo'lgan bo'lsa, siz ham sinab ko'ring. Aytgancha obunachi bo'lib qo'ying, keyingi lifehacklarni o'tkazib yubormaslik uchun.